Assalomu alaykum, siz bilan doktor Alimov. Bugun juda qiziq mavzu. Tutqanoq, ya'ni epilepsiya kasalligi juda ko'p insonlarni bezovta qiluvchi va juda ko'plab insonlar uzoq muddatdan beri bu kasallikdan davo topolmay yuribdi. Xo'sh, bu kasallikni qanday davolash kerak va hech kim aytmagan joyi bu kasallikda qanday dieta qilish kerak, nimani yeyish kerak va nimani yemaslik kerak va epilepsiyada juda yaxshi yordam beruvchi ketogenli dieta qanday yordam beradi. Xo'p, bugun shu haqida. Birinchisi, xo'p, epilepsiya kasalligida shunday termin bor, bu epilepsiyaning ayrim turlarida epilepsiyaning o'zi 40 dan ortiq sindromaligi turlari bor. Ayrim turlarida, ayniqsa bolalar o'rtasida ketogen dieta bu xurujlarni 50-60% ga qisqartirishga yordam beradi. Xo'sh, bu dieta nima degani? Organizmda o'zi ketogen dietaning asosiy bu qonuni borishini oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, insonning asosiy ovqatlanish ratsionini oqsil, uglevod va shu bilan birgalikda yog'lar tashkil qiladi. Endi insonda agar uglevodlar ko'p yeyishni boshlasa, bu xurujlarni to'xtatishga to'sqinlik qiladi. Ketogen dieta degan paytimiz ovqatlanish miqdorida yog'larni ko'paytiramiz, oqsilni normaga keltiramiz va uglevodlarni juda ham minimallashtiramiz. Bu holatda o'sha yog'larning inson och qoladi. Och qolgandan keyin kislorodga bo'lgan talab oshadi. Bu holatda chala parchalanish, ya'ni ketogen tanachalar hosil bo'lishni boshlaydi, ya'ni yog'larning parchalanishidan. Aynan o'sha ketogen tanachalar bosh miya hujayralaridagi sodir bo'luvchi epilepsiya xurujlarini to'xtatish va davolash xususiyatiga ega. Ketogen dietaning ma'nosi shu. Ketogen dietada bu birinchi ovqatlanish tarkibidagi yog'larning miqdori bu 70-80% ni tashkil qiladi. Ya'ni umumiy ratsionimiz 4 qismga bo'ladigan bo'lsa 65-70%, ya'ni bu yog'lardan iborat bo'lishi kerak. Keyingisi 25-30% bu oqsildan iborat bo'ladi va atigi 2-3% bu uglevodlardan iborat bo'ladi. Ketogenli dietada nimalar mumkin emas? Absolut. Non, shirinliklar, gazli ichimliklar, bu ya'ni ichida shakar miqdori yuqori bo'lgan gazli ichimliklar, banan va makka jo'xori kabi moddalarni, ovqatlarni, mahsulotlarni yeb bo'lmaydi. Endi ketogenli dietada xo'p, ya'ni bu ko'proq o'simlik yog'i, hayvon yog'i, xo'p, ko'katlar, umuman yog'li mahsulotlari ko'p bo'lsa, bu epilepsiyani to'xtatish xususiyatiga ega. Endi mumkin emas bo'lgan boshqa mahsulotlar bor. Bu ketogen dieta bu epilepsiyaning ayrim turlarida yordam beradi, lekin hamma turiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Ketogen dietaning o'ziga yarasha plus va minus tomonlari bor. Doim ketogen dieta qilishdan oldin dietolog, epileptolog bilan maslahatlashish zarur bo'ladi. Ikkinchisi, umumiy hamma epilepsiya turlarida ham epilepsiyani qo'zg'atuvchi ayrim ovqatlar bor va epilepsiyada mumkin bo'lgan ayrim ovqatlar mavjud. Birinchi navbatda har qanday epilepsiyani turida xo'p, birinchi umuman iste'mol qilish kerak bo'lmagan moddalar bu kofein va kofein saqlovchi moddalar. Birinchisi bu kofe miqdorining ko'pligi ham xuruj chaqirishi mumkin. Ikkinchisi, kofeinli mahsulotlar, ko'pincha energetiklar xuruji bor insonlarga tavsiya etilmaydi. Uchinchi xil bu guruhlari kofein saqlovchi, ko'pincha kofein kakao, ya'ni shokoladlarda, katta shirinliklarda bu kofein miqdori yuqori, katta miqdorda bo'ladi va bu tavsiya etilmaydi. Keyingisi gazli ichimliklar. Xo'p, gazli ichimliklarda bular ko'pincha tarkibida shakar yuqori saqlovchi har xil gazli ichimliklari bor. Bularni ichish xurujlarni kuchaytirishi mumkin. Gazli ichimliklar, xo'p, aytib o'tdik, keyin konfetlar va shirinliklarning yuqori miqdori tavsiya etilmaydi. Umuman ichilmasin degan joy yo'q va o'ta minimal miqdorda kamaytirish kerak. Ko'p ichish bu xuruj qo'zg'ashi mumkin. Keyingisi choyni ko'p ichish ham xuruj qo'zg'ashi mumkin. To'rtinchisi bu alkogol, ya'ni etil spirti saqlovchi har xil ichimliklar ham xurujlarni yomonlashtirishi mumkin. Bu alkogol saqlovchi moddalarning ikki xil yomon ta'siri bor. Birinchisi bu epilepsiyada ichadigan dorilarning ta'sirini qilqishi,
Ikkinchisi bu organizmga toksik ta'sir qilishi mumkin. Alkogolning o'zi ham epilepsiyada qat'iyan taqiqlanadi. Keyingisi, xo'p, keyingi e'tibor beramiz, yaxshilab eshitamiz. Tarkibida E651 moddasi saqlovchi har xil tovarlar bor. Albatta bu epilepsiyasi bor odam o'sha 621 kodli tarkibini o'qib chiqqan payti ichidagi moddasi 621 kodli mahsulotlar bo'lsa, bu mahsulotlarni yaxshisi iste'mol qilmagan ma'qul bo'lar. Ko'proq xuruj qo'zg'ashi mumkin. Bular qaysi nimaning tarkibida ko'p bo'ladi? Chipslar, yarim tayyor mahsulotlar, kolbasalar, shu bilan birga fast foodlar, har xil yarim tayyor mahsulotlar tarkibida E621 saqlovchi xo'p mahsulotlarda o'sha moddalarni bu xuruj qo'zg'ash xususiyatiga ega. Keyingisi, bu ayrim yog'li sir bor, ya'ni bu sirlarning tarkibidagi tiramin moddasi ham epilepsiyasi borlarga iloji boricha tavsiya etilmaydi. Bular ham xuruj qo'zg'ashi mumkin. Keyingisi, asosiysi bu sigaret. O'rtoqlar, mana amaliyotimda juda ko'p bemorlar kelishadi. Bu bemorlarni kuzatadigan bo'lsangiz, ularda ko'pchilikda ham sudragisi bor, epilepsiyasi bor, ham sigaret chekadi. Sigaret tarkibidagi bu nikotin miqdori bu miyaga qo'zg'atuvchi ta'sir o'tkazib, bu xurujlarni qo'zg'ab yuborishi mumkin. Epilepsiyada sigaret umuman tavsiya etilmaydi. Bu umuman yeyish kerak bo'lmagan ovqatlar edi. Shu bilan birgalikda xo'p, qovurilgan, sho'r, achchiq ovqatlar miqdorini kamaytirish ham bu xurujlarda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Endi tutqanog'i bor, epilepsiyasi bor odamlar nima yeyish kerak? Qaysi mahsulotlarni ko'p yesa bu xurujlarning zo'rayib ketmasligi yoki xurujlarning kamayishiga olib keladi? Eslab qoling. Bular ko'proq yong'oqlar, xo'p, ko'katlar, zelen deymiz, ko'katlar, ismaloq, brokoli, sabzi, olma, bexi, xo'p, shuningdek ovsyanka, grechka, xo'p, baliq, tuxumni o'sha sarig'ini kam miqdorda, oqini ko'p miqdorda iste'mol qilish mumkin. Shu bilan birgalikda fasollar, loviyalar ko'p iste'mol qilinishi bu epilepsiya kasalligida tavsiya etiladi. Xo'p, sizda epilepsiyasi bor bo'lgan bemorlar tanishlaringiz bormi va ular ovqatlanish tartibida qaysi ovqatlarni, mahsulotlarni ko'p iste'mol qiladi? Yuqoridagi fikrlarimizga qo'shilasizmi? Video manfaatli bo'ldimi? O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishni unutmang. Sizga epileptolog konsultatsiyasi kerak bo'lsa, yuqoridagi quyidagi raqamlar orqali murojaat qilishingiz va konsultatsiyaga yozdirishingiz mumkin. Xo'p, quyidagi link orqali, Telegram orqali o'z savollaringizni qoldirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Siz bilan doktor Alimov bo'ldi.